Aniq bilaman, bu yaxna qayerda sotilishini ko'pchilik bilmaydi. Videoni oxirigacha ko'ring, manzilini tushuntiraman. Dunyoga mashhur bo'lib borayotgan Chial yaxnasi haqida ko'pchilik eshitgan, ammo videolarda ko'rayotgan joyingiz Chial emas. Narxi 250 mi 240 ming qilib beryapmiz mijozlarga. Bir sutka qaynaydi. Eng chiroyli olovi 4 soat bo'ladi. Keyin tong o'tkazguncha ma'lum o'rtada pishiraveradi bu. Tongozon solib bozorga nasib qilib chiqaveramiz bu yerga. Yaxna bu Qashqadaryoning milliy taomi. Uning vatani Chial qishlog'i. Chialliklar nafaqat qishloq bozorida, balki qo'shni bozorlarda ham yaxna sotishadi. Koson tumanidagi Alotun dehqon bozori haftada har juma kuni ishlaydi. Bu bozorda ham Chial yaxnasi sotiladi va bozorga keluvchilarning asosiy qismi shu yaxnani iste'mol qilish uchun tashrif buyurishadi. Bizlar Chialda mana shu Alotun bozoriga kelib mahsulot sotamiz. Kosonliklar doshkar yaxshi, ko'p joydan yaxna ish uchun keladi bu bozorga. Koson, Alotun, juda ko'p Qarshi mana shu joydan keladi mana shu bozorga. 40 kilolik, 45 kilolik qo'zichoqdan o'tkazamiz. To'liq ustozlardan o'rganganmiz buni avvaldan. Mana 20 yil bo'ldi tayyorlab sotyapmiz marka. Chialni yarisi qanday bo'lsa, Olatunni yarisi ham shunday chiqadi.